Guli. Guli. Botir aka, ishxonaga tez keling. Menimcha dardi boshlandi. Hali vaqting bor-ku tug'ishga. Qo'liqmagan. Ishqilib, doktorga beriladigan pulni yig'ib qo'yganmisan? Ertaga buncha pul bering deb yig'lamagan. Yaramas. Guli, menga qarang. Tez yordam chaqiring, tez. Tez yordam chaqiring. Ay. Nima? Raddomni xarajatni ham, beshikni ham xarajatni o'zing qildingmi? Nimaga unaqa deyapsiz, opa? Hozir tashqarida ering bilan opalarini urishib gaplashayotganini eshitib qoldim. Eringdan nimagadir pul so'rashsa, Dilbardan so'raylar dedi. Keyin ular ham uyalmaysanmi, o'zi hamma xarajatni kelinni o'zi ko'targan bo'lsa, er bo'lmay har narsa bo'lgur deb baqirib tashlashdi. Yo'q, opa, berdilar. Endi hozir qo'llarida pul qolmagandir-da, o'zingiz bilasiz-ku, ko'p pul ketdi-da. Aldamagan. O'zi shu uyda ering nimadir qildimi? Opa, qildilar. Endi o'zi bilasiz-ku, men injiqman. Shunga hammasini o'zim gaplashib qo'ya qoldim. Voy asalim. Uyg'ondi bola ham. Doktor, nimaga qizim tuzalmayapti? Yo shamollash o'pkasiga o'tib ketganmi? Opajon, boshida kelganingizda men yozib bergan dorilarni olmadingiz. Qizingizga bermadingiz. Endi nima shikoyat qilib kelyapsiz menga? Aytgandim-ku, xo'jayinni qolganlar. Nima dorilar, juda ham qimmat. Endi opajon, bola sizniki. Davolash kerak. Yo'lini qidirish kerak, kimdandir bo'lsa ham qarz havola qilib turish kerak. O'zi shundoq ham qarzlarim ko'payib ketdi. Opa, sizning muammolaringizni eshitishga meni vaqtim yo'q. Qabulni qarang, odamlar ko'p. Vaqtni olyapsiz xolos. Maqsad nima? Nima xohlaysiz endi? Shifoxonaga yotqizishga imkonim yo'q. Menga arzonroq, yaxshiroq dori yozib bersangiz yaxshi bo'lardi, bolam. Opa, boshidan sizga aytdim. Bitada yo'talni qoldiradigan dori yozib berdim. To'g'ri qimmat, lekin to'g'ri dorini berdim. Hatto manziligacha yozib berdim. Yana nima xohlaysiz opa mendan? Endi imkoniyatim ko'tarmaydi, doktor. Iloji boricha shu arzonrog'ini yozib bering. Imkonim ko'targancha olishga harakat qilaman shu dorilarni. Arzonroq deng. Arzonroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mana opa.